Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida yana bir go'zal ishimizni yakunlab bermoqdamiz. Hozirda urfga aylangan oq rangli tunikalarimizdan bu yerga qilib bermoqdamiz do'stlar. O'zingizlar ishimizni bir ko'rib baho beringlar. Agar ishlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like tugmachalarini bosib qo'ying. Albatta kelgusi uy sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Qadrdonlar, hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Xo'p, do'stlar, asli biz Andijon Asaka tumanidanmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Inshaalloh uyingizga go'zal holatda, xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lgan tunikafonlarni qilib beramiz. Xizmatlarimiz 115 ming so'mdan 135 ming so'mgacha qilib bermoqdamiz. Tunikaning yuqi qaniga qarab bo'ladi. Sizdan bir mahal obed qilib berasiz xolos. Xo'p. Do'stlar, mana bu yer oshxona bo'lar ekan. Bu yerga mebel rangli tunikalarimizdan qilib bermoqdamiz. Kirchimol rang, juda chiroyli holatda. Xo'p, shapkalarga esa oppoq rangli tunikalarimizdan qilib berganmiz. O'zingiz ko'rib guvoh bo'lishlari mumkin. Regellarni polностью o'rab, shu uyga yarashadigan qilib inshaalloh fasadlarni remont qilgandan keyin ham ishlarimiz albatta ko'rinadi. Hozir ustalarning ishlari ozgincha qolgan. Do'stlar, mana ishimiz sifatiga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Qadrdonlar, kuzatishda davom etinglar. Albatta sizlarga ham xuddi shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, 91 kodi bilan 162 nomerlarga murojaat qiling. Albatta uyingizga arzon narxlarda sifatli tunikafonlarni qilib beramiz.